Demek nima deganda bu yerdagi hamdilliqi zulmning naqadar ilargi berib qolganligini his qilamiz. Tabii. Endi biz siz bilan biz kichik vaqtimizda madaniyat inqilobi deb keyin anladik, ammo biz madaniyat inqilobi ko'rmadik. Biz tug'ilgan yillar madaniyat inqilobi oxirlashib qoldi. Demak shu vaqtlarda şu çoğunlarının depirşide madaniyat inqilobining naqadar bo'lganligini, tanqidlash yig'inlarining kech-kechlab ishilganligini, hattoki namoz o'qidim deb tanqidlagan, hattoki masjidlarimizni cho'shq qutuniga aylantirgan, Uyg'urlarni cho'shq boqbuzgan, har xil shakldagi zulmlarni anglagandik. Anlab yo'q, mushundami qilib ekan deb deb shu vaqtda bildim bo'lgan. Endi bizning davrimizga kelganda buni ko'rmaymiz 21-asrda degan, ammo bizning xalqimiz bizlar buni his qilyapmiz. Xalqimiz shu buni beshini o'tkazyapti. Demak, nima deganda bu yerda Xitoy zodi bizni yo'q qilmaydi deb. Bizning Uyg'urlarga nechqitim biz gapimizni shuni da'vatimiz suhbatlarimizda Uyg'ur xalqining hamma dushman deb bekitib qo'ydi. E'lon qilib qo'ydi. Faqat o'limni ijro qilish vaqtidan qoldi. Xalqimiz men manda o'qishdim. Xalqimizning hammasi kepanni kiyib bo'ldi hozir. Kepanligini kiyib bo'ladi. Faqat shu namozini tushirish qoldi. Yetishda qoldi endi shuncha. Namozini tushirishmi, yo'l qo'ymasmi deb o'yladim endi. Chunki bular bunda qilib ketgan hattoki ba'zi oilalarda shariatlar namoz o'qishga da'vo berib qolgan. Namozni uyning ichida bo'lsa ishoratlar. Demak, nima deganda bir namoz chiqsa u ortiq jazolansa, bir tarat ko'gini ortiq jazolansa, bir ishbokning tarat kashining ortiqcha jazolansa, bu qanday zulm endi? To'g'ri. Sening deganing qonun. O'zingizning do'stingizning uyida ko'chada bir namoz o'qilmasangiz, do'st uyda namoz o'qilmasa, bilasizning uyda. Albatta bu diniy jihatga u hamda ijtimoiy munosabat jihatga siz degandek yo mehmon chaqiramiz, yo qo'shimizning uyiga kiramiz, hattoki o'zimizning uyiga kart bilan kirib olsak, sirtdan chamda tekshirishni uyda. Normal besib kirgan bo'lsak, 10 yil boshqa avtomatik kechib, ammo emaski biz tekshirishni uyda kiryapmiz. Demak, nima bu yerda deganda zulmning dehshat bor. Endi bu zulm xalqimiz bilan bo'ldimi? Xalqimiz bilan bo'lishning sirti nima bo'ldi deganda, shu yerda yashayotgan tajovuzchi Xitoyning puhralarga bilib bo'ladi. Bu biz yaxshi tarbiya bu. Demak, nima deganda Xitoyning puhralari balkim bizning Sharq Turkiston Uyg'urlar bundan qarshi chiqsa, o'tchi buchi degandek olgan qo'y. Hattoki tutib ekir ketganlarni nima uchun tutdi deyanmagan Uyg'urlarni, ammo Xitoylarcha deganda Xitoylarning normal turmushiga, normal hayotiga her bir ishning, her bir idoraning ustidagi boshliq kim u? Xitoy. Mayli sekretari bo'lsin, mayli direktori bo'lsin, mayli mas'ul bo'lsin, ama hatto guruh boshlig'ining tortib bermasa Xitoy. Xitoy bo'lgandan keyin bularning mas'uliyat kimga yuklanadi deganda birinchi qo'l boshliq yuklanadi. Bu daqimi chag'andimi Xitoyning birinchi qo'ldirni asosli ko'p sonli qilib chag'an ishga ketmaydi. Chunki bularning chag'anda tuqqanlar birlashib tomoq yeydigan bir odati bor. Ama onun her yıl bağımız bulmaydı. Toyan fendeydi bu Xitoyda. Ama onunla budaqi siyasi nimeden nimdeyen getdigende birinci kol başlıktan eğer şu yerde uğrundan, şu idareden, şu mahalle olsun, ya olmasa rayon olsun, ya şehir olsun bir çatak çıkırken bir mesele birinci kol başlıktan vazifesini elip taşlaş. Birinci kol başlıktan elip mesele sürüştürüş. Bu birinci kol başlık kim o degende Xitoy olgan ki bu yerdagi Xitoylarga çoğu degende qattiq besim, qattiq vahima, qattiq demlanmaydigan, uyga xotirjam ketolmaydigan, shu dekki-dukki yashaydigan, besim his qilgan odatlar çoğu buzilib shakllanish boshlagan. Shundan çoğu ko'p degan Xitoylar çoğu ko'ta bunda xizmatdan güzel ishlarni tashlab berib istifa berayotganlar o'tir. Ammo Uyg'urlar, Uyg'ur kadrlar olsun, Uyg'ur mesela bir xatarli idorasi ishlayotgan soqchilar bo'lsin, bular istifa degan gapni og'zidan chiqarmaydi. Agar bular undan gapni chiqarib qolib qolsa, udul turmaga sulaydiganligi, bularning shu idis chataq bor deb, ularni shu Amerikadagi turmaga sulaydigan ig'ir jazolanadi. Hattoki bular ayna ko'rdik. Xo'jamalardagi 7 cho'ng amaldarini Uyg'ur amaldarini elib tashlab etdi. Bular nima ish elib tashlab etdi? O'zi tayinlagan, o'zi yetishtirgan, o'zi nima qilgan? Şularım çok Xitoy işinenmedi deyik. Yüzü terbiyeligen, yüzü yetiştirgen Uygur kadrlar işin çıkılanmadı deyik. Onun için nokul çelikleşti, ayakın mesuliyetsizlik kıldı. Nemi mesuliyetsizlik kıldı o? Şu Xitoy'un depegini kıvatını kılgan insanlar. Xitoy kılanmaydıgan kılması. O nemi çıkar degen? Anın tükki məqsidi işinenmedi.
Çünkü birisi Çexiye darsının nimesi yanımızı, valinin bizimisi yanımızı bizimiz degandek yuqur hamda aşlığımızda yuqur amaldarlar. Demek nima deganda bizning ishlayotgan o'zining Uyg'ur kadrligi bo'lsin-chi ishonch qilaman degan. Endi bu zulmni mayli bizning u yerda Sharq Turkistondagi ziyolilarimiz olsun, diniy zotlarimiz olsun, shu odatdagi puhra, hattoki boshlang'ich maktab bolalargacha, yesli bolalargacha bu biliglik. Ammo bu zulmga qarshi qanday shaklda ifodalanishni ojizchilik. Ham vatandaşlarning nimasi inaqan zulm mehr. Ama buna nisbeten yana nima deganda bizning asosli kuch nereden keladi deganda mushu vatan sirtin muajiratga qarindoshlar bu ahvollar qartacho faol yashayotgan davlatlarda shu davlatlarning qonunlaridan foydalanib shu yerga zulmni ichib tashlab berishda shu zulm uchun harakat qilishda birlashib ittifoqli shaklda bir narsalarni o'qib chiqish bu yerdagi insonlardan biz uni qilib buni qil degan nimani kutmay faqat biz sirtidagilar nima ish qilib beramiz biz qanday birlashib qaysi shaklda bu masala hozir bo'layotgan Sharq Turkistonning reallik vaziyati qarta qanday harakat ilib bora olamiz. Xo'sh, bu zulmni anglatdik, buni ma'lum shaklda o'tirib ilib chiqyapmiz, ammo bu yetarli bo'layotamdi. Zulmga qarshi Sharq Turkistonning sirtidagi muajirat Uyg'urlarning harakatlari yetarlikmi? Tashkillanishimiz yetarlikmi? Qarshi harakatimiz yetarlikmi degan savolni hammamiz o'zimiz qo'yib baksak, bunga javob chiqadi. Bunun cevabını, bunun teşkilinişini, bunun yol yorukunu kandaktur bir umumi teşkilat, umumi bir dünya bir jığını içip erkilşemez. Fakat hemimiz yüzümüzün imkaniyeti gerçi. Ben şahsen, ben Nebican Allah, ben nimiş kıpır eleyme. Ben üzemini kanda özgürte eleyme. Ben üzemini kanda terbiyelep bu işqa esen de koşu aleyme. Diyen sonra evet üzem koşayım. Ben ağzım arkalık içip taşlayıp balarsam Xitay tecavüzlerinin zulmünü ağzım arkalık, sözler arkalık içip taşışım gerek. Yezip hal kılalırsam, yezip kılalırsam imkaniyetim yarar. Onu kılışım gerek. Hal kılanmasak mı? Lakin bunun için tirişimiz gerek. Bu meselenin oturup gelip çıkışımız gerek. Bu mesele kandaktır teşkilatının yakımısa Dünya Uygur Kurultayının yakımız mağrib cemiyetinin anlam işemez. Bütün umumu men Şarkı Türkistan'la men muşu vatanım Şarkı Türkistan'daki halkım için yakın Müslüman ümmetten bir parçası olan muşu Müslümanlar için ve üzerinden bir kişilik esasını koşayım. Ben üzerinden imkaniyetini cari kıldırma deydiğin insanın hepimizin üzgüçlük imkaniyeti var diye ya ki ihzaki olsun, ya ki sözleşi olsun, ya ki omuz takıtçı olsun, ya ki omuz çok paşkılış olsun. Bu cihette hepimiz üzgüçlük hareket kılalayız. Ama bu hareketin düşenmezlik, bu hareketin kandak kılışını bilmezlik, bunun için izlenmezlik en çok hatalarımız. Şunun için bir şekilde hakikaten evet bunun temaya kiriştim burun ben şu yakından şu 14. çizla Gumu bidaylarından şu Gumu'da ilip bağlan Xitayla ortak rayonunda yani bu öldürülüşlerinin hemmisi yani Xitay kadrlar yani şu zulümni icra kılavatkan ya şununla destek kılavatkan, şununla yardım kılavatkan asaslı planlayıcılarını. Bular o bihudimda verip plan bilmeyle hücum emas. Evet. Hem de bu planlık şekilde bu şeydeki Xitaylarning kılavatkan işlerimiz bilen bularni çarlaş, tekşiriş ilip verip anındaki bu planını amelga şuğa. Evvel bu kırındaşlarımızdan Allah razı olsun deyme, Allah şehitlik mertebesini yukarıksın deyme. Muşundaq pidaylar bizden hakiki Şarkı Türkistan'ın hakiki oğlalları. Gerçi üzerine şehit olup gittiğini bilirdi o. Bu neticesinin netice beğenmeydiğini bu pidaylık hareketinin. Bunu bilirdi o. Üzerinin yaş kıran hayatının ait kıymetli geldiğini bilirdi o. Ama muşunda bölüşlerin işidim yani nime degende. Evvel Allah'ın rızalığını közleş. Anı degince o Xitay tecavüzlerinden heyvüsünü koş. Bunun olan kandan oldu degende bu harekette de gerçi 5 Xitay'ını öldürüp 5 Xitay'ını ihri yerlerde olan bozumu bu bir Xitay'lardan çözgende bütün Şarkı Türkistan'daki olandı meyli Beycan'ın öz içine alan bütün Xitay'lardan jürgünü bir müjdeyi gelip olayım. Bunun kanday oldu degende, bunun keyingi xabarlarni ko'rsangiz, Xitoy tajovuzchilarining shu yerdagi Xitoylarning sarosiga tushganligi, sarosiga tushgandan keyin anandan keyin bu yerdagi Xitoy kadrlarni qo'g'dashga xalq askarlarini o'rlashtirganligi. Xo'sh. Bilammi? Ularni ishga berib kelib qilayotgan ishlarda ularning oila tavobatlarini olsun,
bularni cho darhol bizning şey tashkil etgan xalq askarlari orqali cho bularni qo'g'dashga o'rlashtirganlar. Demak, nimadan derak ko'radi deganda, qo'qonlik qanchalik qo'qayotganligi, u yana shu vaziyatning qanchalik bir buzilganligining ifodasi bu. Bo'lmasa unda qilmaydi ya. Demak, nima deganda bu shunaqa endi bu hayvi ko'z serkitimi? Ben o ben siz deganda 10-chi stadiyada 10 fevraldagi o balon pichoqli hujumda doktorxonada 5 Xitoyni onun pichoqli turganisi, andan keyin ma balaninki 15 kishini Xitoyni yaralanganligi, andan keyin jo deganda bunun takrorlanmagan ekan Xitoy bundan cho'chiydi. Hatto Xitoy tajovuzchilar ham emas, shu yerdagi fuqarolar cho bundan qichiq uringan ekan bu 15, 16, 17, 18 bu mesela bu Eyüp'te şirketi ülkede oldu işte ama Kaşgar'da oldu. Xotan. Demek ne için bu raylarda bulundu? Demek bu yerde Xitay çoğu yani yüzünün halkını köğünü tinçlandırıcı hareket edildi. Bizning manda askarimiz sizlarni qo'lday olamiz. Biz mushunchalik qo'lroq qilgan, mushunchalik askarlarning muntazam askarimiz bor. Chunki bizning xalqimizning qo'rqitamaydiganligini bu belli. Biz bugun emas, tuniga emas, biz 67 yil oldu. Bularga qarshi harakat qilyapmiz. Qarshilik harakatimiz 67 yil oldi, bir kun to'xtab qolmadi. Demak, biz bilgunimiz 10-yillarda, 14-yillarda harakatni bildik. Onundan burun zulm to'xtamay kundan-kunga yamanlashib ketdi. Nima ishga yamanlashib ketdi? Chunki yer shu Sharq Turkistonning vaziyatining jiddiy ekanligini yamanlashib ketdi. To'g'ri. Agar bu yerda insonlarimiz behud alada uxlayotgan bo'lsa, bunda harakat bo'lmaydi. Xo'sh. Demak, ayat xalqimizning o'yg'oqligini Xitoy bildi. Xalqimizning dushmanni aniq tuniganligini Xitoy bildi. Shuningga Xitoy tajovuzda bundan vayimlanib, bundan qo'rqibcha. To'g'ri. Arandagi hozirgidek o'ziga hayv ko'z. U hayvni bizga emas, xalqqa ko'rsatadi. Men shunday tushunaman. Xalqning ko'nglini tishlantirish uchun, ularga bir masqash huquqini urish uchun. Chunki Xitoy tajovuzidan u yerda Xitoy fuqarolari qochib ketsa, vatanni bir kun tutab turmaydi. Xitoy o'zining fuqarolarini qalqon qilish bilan bizning xalqimiz uchun, nadan insonlar xalqimizni qalqon qilish bilan vatanni tutib turadi. Agar unda bo'lmasa, vatan mushkul tutib turmaydi. Xalqimiz uchun, hozircha hammadan cho dushmanni aniq tunig'ini eng muhim nuqta bu. To'g'ri. Biz chet elda tunayamayotgan dushmanni Sharq Turkiston xalqimiz aniq tunig'ini. Zulmning naqadar ekanligini cho xalqaro va bizga mujohirat Uyg'urlarga tuntig'li. To'g'ri. Uxlab yetishmay mujohiratdikilar. Ma vatanning ishida manda bo'lib turyapti. Hattoki duolarni chiqarib bizga duo solib, bir duo qilib qo'yinglar deb yo'llayapti uchurlar. Demak, xalqimiz nima bo'layotganligini bu tushunsak bo'ladi. Bo'lmasa bu yerdagi insonlarning duosiga ehtiyojli qilanda u insonlar emas. Demak, vaziyatning naqadarligini, naqadar tayyorlik holatga kelganligini ifodasi deb tushunaman. Shuning uchun biz endi muhojiratdagi insonlar nima ish qilyapmiz, nima ish qila olamiz. Buning uchun bu masalaga qarata hattoki masjidimizni chiqdi. Buning qarata umumiylik tadbir olamadi. Tushunamizmi? Turmlarga kunni deydi ekilib turdi. Buni xalqlar ekilanmadi. Kunni degidek zulm bo'lardi, mayli diniy bo'lamdi, mayli siyosiy bo'lamdi, mayli iqtisodiy bo'lamdi, bizga kundiga nima bo'lardi deganda zulmlar ishib beryapti. Buni nima uchun nimaga ekilanmaymiz? Nima uchun buni eklashga tirishmaymiz? Nima uchun cho'qim birsining vasisi, birsining cho'qim bir tergi bilan chiqish emas. Avval 80% o'zimiz kuchaymiz. Andan keyin boshqa davlatlarning, boshqa tashkilotlarning, boshqa xalqlarning yordamini olamiz. Biz 80% desmini sanmay turib, 20% kuchaytirib 80%lik desmini olamiz desak, vaqtida bu suvda tutirib qolamiz. Xalqni unchalik mablag'ni sanmaydi bizga. Meni demak yo'qman. Cho'qim biz o'zimiz tayyorlikni puxta qilib, sababni yaxshi qilib, Allohga cho yelinib turib bu maydonga chiqamiz. Bu fidokorlikni beramiz. Fidokorlik bo'lmay turib, bedel to'lamay turibcho bu narsa o'tir kelmaydi. Bir davlatni tutib turayotgan 80 million insonni boshqarayotgan Tayyip Erdo'g'anmi da'vatida bedel to'lamay turib biz mayaga kelmaymiz deydi. Biz davlatimiz yo'q turib, bizning hech nimamiz yo'q turib, hech qanday bir qurilma sistemimiz barpo qilmay turib biz bedel to'lamaymiz. Pakaj davlat appasi bizni Turkiyaning uchun ma'ni qilib bermaydi, ani qilib bermaydi emas. Biz Turkiya uchun nima ish qila oldik deganni o'ylashimiz kerak. Biz shu o'zimiz bedel to'lab, o'zimizcha Turkiya hukumati bilan Turkiya davlatiga yaxshi holatda yashay olganda anandan keyin xalqdan birini talab qilsak bo'ladi.
Biz xalqning davlatida yashashni bilmay turib, yashashni o'rganmay turib, boshqalardan talab so'rasak-chi, boshqalar talab qo'ysak vaqtida adil bo'lmaydi, to'g'ri bo'lmaydi. Tamam. Mesela şehitullah ketken nurg'un qarindoshlarimiz bor. Ularning ismi, nada bo'lgan, qanday bo'lgan, hatto ularning bo'lsa rasmi, shunami? Bu şekildagi axborotlari aniq bo'lishi kerak deb o'ylayman. Chunki bu insonlar ham u yerda zulmga uchirmaydi, ham bu yerga saq-salomat chiqib olgan shunday turish bo'lishlar yo urug' tuqqanlar bo'lsin, buni ichib berish kerak. Agar ichib berilmasa, vatandagi vaziyatni Xitoy hozir har taraflama uchirib qamal qiladilar. Mayli internetdan qaysi ahvolga kelganligini aniq bilamiz. Undidorlarimizdan qaysi ahvoldaligini buni bilamiz. Bu xil vaziyatda Xitoy bunda qamal qilayotgan vaziyatda hattoki chet el muxbirlarini kirgizish imkoniyatimiz ham yo'q. Bu yana muxbirlarning yaratilish imkoniyati yo'q. Bu xil shaklda bizning shu yerga chiqqan shohidlarimiz orqali bu uchurlarni shu yerdagi insonlarimiz buni dalillab bersa, buning xabarining rostchiligi, xabarining kuchga ega bo'lishi texmo darajasi oshadi deydi. Endi biz miyatga bir soqchimiz bor deb bilamchi. Patogimizning ustida bir Xitoy soqchisi bor bizning-chi. Vaziyatga yashagan qilganlarning. Bu soqchi qanday qildi deganda, "Dima desam manda bo'lsa, unda bo'lsa" debchi. Bizning ro'yi, Xitoyning qo'rqinch virusi deb bir maqom bo'ldi. Buni gavdandigan nuqta bu. Ya'ni mushak soqchimizni ilib tashlamasak biz hech nima sukut bilan bilib ketamiz. Yani urushda o'lgan yamonmi, sukut o'lgan yamonmi desa, sukut o'lgan. Bu sukut o'lganning nihoyat xatarlik ahvolga. Hozir biz bu xatarlik ahvolning darajasini nihoyat shu yo'qolib ketish ahvolidagidek bir qadam kelib qolgan bir millat biz uchun. To'g'ri. Biz shunday bir davlatning insonlar biz hozir. To'g'ri. Sharq Turkiston degan bu ismni qo'llanmayotgan ismimizni-chu Muşunda xata ismda hattoki Xitoy o'zining davlat bayroqlarini, davlat kiriblarini farzandlarimizning ko'ziga niqtab tiqib uyutayotgan mushta xatarlik vaziyatda biz davlatimizni qo'yib turli, shu yerdagi hozirgi shu vaziyatni aniq oshkorlab berish, shu yerga zulmni fosh qilish, buning xalqaro vaziyatda bo'lsin, mayli o'zimizning hattoki hozir ba'zi bir xabardan olsak, bizmi ishongimiz kelmaydi, qolgan qilganmiz. Biz nima deganda mushuncha darajaga kelganligini shunda şahitlarning müşahede so'zlab berishi va yoki bizga ovozliq shaklda bayonot berish bilan bu masalani kun tartibga kelamiz. Endi yishimni yo'q, hech qanday asosga tayanmay turib, u chiqqan xabarmi, nimasini ishonchli darajasini yo'qotgan bo'ladi, yolg'on bo'lib qoladi vaqtida o xabarimiz xalqaro oldida nima bo'ladi. Shuning uchun deydiganim, mushta bo'lib bo'lgan ishlarni nom sharifini oshkorlamasin. Chiroyini ko'rsatmasin, ovozini o'zgartayli, bu shaklda bo'ladigan. Ammo uni bilamdi deganda keyin u hamma bilinadigan narsa. Ammo o'zi bir hayotiy xavfga kelmagan ahvol ostida bexatar o'ringa chiqqandan keyin ba'zi bir narsani boshqarlash bu bekmoyin deb o'ylayman. Agar bunda bo'lmay, bunda ketaversak deganda hatto o'zimiz uchun muojada vaqt uzargan sari zulmni unutib qolgan, zulmni sezmaydigan, zulmga sal qaraydigan mushunda holat psixikamiz yitilib qoldi. Shuning uchun mushu ba'zilar dediki, kishi zulmni anglitayvergansa, adamning bo'yin tushidan xabarni izlayvergansa deganlar bor. To'g'ri. Vaziyatimiz shu. Bizning xo'shalligimiz bor. Bizning o'zimizning psixik holatini buzg'imiz yo'q. Shu xabarni yozayotganda bizmi azoblanamiz, bizning ro'yitimizga ta'sir bo'ladi. Ammo vaziyatimiz shu. Uni biz u xo'shallik qilmayotimiz shu zulmni, men tushungan zulmni davomli asıltib turib, dushmanlik nimasini, do'st dushmanni ayirib turadigan foydasi bor-da bu. Dushmanimizni aniq. Maqsadimiz bu. Dushmanimiz kim bizning? Bu dunyo kafirlari, butun dunyoning kafirlarini dushman qilib olsak bo'lmaydi. Shunday u aniq dushmanimiz, ammo ne'matga oldimizga dushman. Peygamberimiz bütün kafirlerden bir vaqtda o'zini urush qilmagan, ba'zi kafirlardan, ba'zi mushriklardan sulh tuzgan. Bu şekilde taktiki va yo'llarni biz hozirgi holatimizga tatbiqlashlar bo'ladi. Tatbiqlamay, buni qilmay, bütün umumiy jihatdan atab cho'ng kategoriyaning ichiga kirib olsa, u vaqtda nishonimizni olishib ketamiz. Biz dushmanni bir-birlab bosqich qilib hosil qilasak bo'ladimi? Oldimizda hozir zulmni kim yaratib atadi bizga? Kim yaratib Kim qilib atadi? Xalqimizning ahvoli qaysi holatda? Bu xalqimizning hayoti kim edi-do? Chunki shu xalqning bir parchasi bo'lgan biz albatta to'g'ri. Uning uchun bu shakldagi nuqtai nazarimizni to'g'rilab olsak, inshaalloh to'g'ri deb qarayman.